Videoni o'tkazishga shoshilmang. Video davomida sortda silos qilib turib moliga beradimi yoki O'zbekistonda ham ko'pchilikka tanish bo'lgan Massits kompaniyasining bu yerda yog'ochdan yasalgan sigir qo'yib qo'yibdi. Ishlash funksiyasi tanker sepadigani xuddi shu vazifani bajaradi bu kabi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Agrarplanet kanalining kuzatuvchilari. Bugun biz meni jonajon o'qishim Germaniyadagi Bavariya shtatida joylashgan Weinstefan Tristof universitetidamiz. Bu yerda men o'zim magistratura o'qishimni tugatganman. Bugun bu yerda Yohannitak bo'ladi. Har yil bir marta bo'ladigan qishloq xo'jaligi uchun maxsus ko'rgazmaga kelganmiz. Bu ko'rgazmada chorvadorlar uchun, dehqonlar uchun, hamma uchun yetarlicha firmalar kelib o'zining mahsulotlarini tavsiya qilishadi. Videoni o'tkazishga shoshilmang. Video davomida sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar to'la bo'lib turib, sizga uchun qiziqarli bo'lishiga ishonaman. Aziz do'stlar, bugun men mana bu Tristofda bo'layotgan ko'rgazmada o'zimiz yurtdoshimiz Elmuratjonni ko'rib qoldim. Bu Elmurat bizni o'zimizni birga o'qigan do'stim hisoblanadi. Elmurat hozirda Deutsche Saatgut, ya'ni shu urug' o'simlik urug'larini firmasida ishlaydi. Hozir kerakli ma'lumotlarni do'stimizga olishga harakat qilamiz. Elmurat, o'zingizni tanishtirib, firmangizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Ismim Elmurod Xudoberdiyev, Andijondanman. 4 yildan beri shu Deutsche Saatgut firmasida urug'larni sotishini tashkillashtirish bilan shug'ullanamiz. Bu yerda mana Yohannitak messe bo'lyapti. Germaniya bo'yicha katta messelardan bittasi. Bizi firmada asnovnoy makka va soya urug'larini sotish bilan shug'ullanamiz va ularni yangi navlarini yaratilayotganini ko'rib, biz o'zimizni sotayotgan joylarimizga tushadigan urug'larni olib kirish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni biz o'zimiz nav yaratmaymiz, lekin o'sha navlarni o'zimizni joylar uchun sotadigan region, ya'ni tumanlarimiz uchun topish bilan shug'ullanamiz. Har xil tuproq, har xil klima, har xil albatta bizda 20-25 ta sort bo'lsa, har bitta sortda o'zining yo'nalishi bor. Masalan, silos uchun, don uchun, qattiq yerlar uchun, yumshoq yerlar uchun yoki shvere, laxte bodin deydi, qurg'oqchilik yoki misol uchun yaxshi suvga to'yingan yerlar uchun o'sadigan sortlarimiz bor. Endi shu o'zingiz sohangizdan kelib chiqib turib, O'zbekistonda o'zimizda ham mana hozir juda rivojlanyapti qishloq xo'jaligi. Qanday maslahatlar bera olasiz? Misol uchun, ayniqsa makka, jo'xori yetishtirishda, bizda chorvachilikda, yem qilishda, silos qilishda qanday narsalarni tavsiya qilasiz? Nima qilsa o'zimiz dehqonlarimiz yaxshi natija, yaxshi hosil oladi? Men o'zimning ishimdan kelib chiqqan holatda Germaniya bo'yicha 1000 ta sort bor. O'zbekiston bo'yicha ham 1000 ta sort olib kirish mumkin. Lekin Germaniyadagi eng katta narsa bu fermerlarga o'sha ma'lumotlarni yetkazib berishda deb o'ylayman. Masalan, biz o'zimizni Bavariyada 50 dan ortiq ko'rgazma o'tkazamiz. Ya'ni 50 ta punktda, 50 ta joyda deylik, siz fermersiz, siz bizni sortlarimizni har xil qilib ekib berasiz. Xohlasangiz yoniga boshqa firmalar sortlarini ekasiz. Yana shunaqa 50 ta joyimizda o'zimiz sortlarimizni borib tabiiy ravishda ko'rsatamiz u yerda. Shunchaki haligi gap bilan, shunchaki monosort, Yevropada eng zo'r sort bilan degan sotuv yo'q. Faqat fermerlar o'zlari keladi, ko'radi, ishonch hosil qiladi, keyin olishadi. Xullas, voy, xo'ja ko'rsinga gapirish, katta gapirishlar narsa yo'q, lekin haqiqatda amalda ko'rsatib berasiz. Keyin fermerlar buni o'zi ko'zi bilan ko'rgandan keyin shunga nima qiladi? Qiziqib qoladi. Endi hozir bizda ham qilinadimi, O'zbekistonda yo'qmi bilmadim. Agar qilingan taqdirda ham O'zbekistonda sizni o'zingizni mahsulotlaringizda, firmangizda O'zbekistonni iqlim sharoitiga mos keladiganlari bormi? Yo'q bo'lsa, agar nima qilsa O'zbekiston shunaqangi darajaga yeta oladi? Bizi Germaniyada ko'pincha makkalar
suv qo'yishsiz o'sadi, ya'ni tabiiy sharoit evaziga o'sadi. Yomg'ir bilan sug'orish ishlari olib borilmaydi. Makkani ekadi, yomg'irga qarab turib dori qo'yishadi, yomg'irga qarab turib o'zini hali ximikatlarini berishadi. Hammasi ob-havoga bog'liq narsalar. Germaniyada yozda ham ozmuncha yomg'ir yoqqani uchun o'ziga yarasha bu narsalar bo'ladi va bizi sortlarimiz ichida eng maksimum darajadagi sort 320 hisoblanadi. Ya'ni Fautsal 320 deydi. Eng kechki sortimiz, o'sha eng kechki sortimiz ham O'zbekiston uchun o'rtacha hisoblanadi. Sababi O'zbekiston juda quruq, doim suv bilan sug'orilgani uchun o'rtada Makkaga kerakli paytda yomg'irni kutish shart emasda. Kerakli paytda sug'oriladi, shuning uchun maksimal hosilga intilishadi. Endi to'g'ri, buni bitta yomon ta'siri bor. Sabab mana Orol dengizi muammolari paydo bo'lishni boshlayapti. U ancha oldin boshlangan. Shu narsalar Germaniyada nimaga o'zini o'zi paydo bo'lmaydi? Sababi bular tabiiy resurslardan juda kam foydalanadi va shunaqa qurg'oqchilikka moslashgan navlar yetishtirib chiqariladi. Hozir bu yerda ham fermerlarning asosiy talabi qurg'oqchilik kuchayayotgani uchun suv kam va lekin sort yaxshi o'sadigan navlarni bizdan kutishyapti va biz shuning uchun har yili 8 ta 10 talab yangi navlar olib kiramiz. Hamma shu 50 ta joyimizga ekamiz. Bavariyada, Germaniyada emas, Germaniya bo'ylab juda ko'p. Bavariyada 50 tacha joyga ekamiz va uni o'zimiz ko'rib, tahlil qilib, firmaga ma'lumotlar jo'natamiz. Kerakli sort olib qolinadi, keraksiz sort chiqib ketiladi. Shunday. Demak, bizda ham hozir Orol dengizining qurishiga asosiy sabab boyagi faqat bostirib sug'orish deymiz-ku, lekin bizda ham o'simliklarni urug'chilik bo'yicha ish qilinmaganda, siz aytgandek Germaniyada qilingandagidek, O'zbekistonda ham bundan 70 yil oldin, 50 yil oldin shu narsa qilinganda edi. Misol uchun kam suv bilan yetishtiriladigan urug'larni yetishtirib paxta ekishganda edi. Hozir Orol dengizi balkim bo'lardi. Amudaryo bilan Sirdaryo hozirgidek oldingidek to'lib oqqan bo'lardi. Aytmoqchi bo'lganim, haqiqatan Germaniyada shu tabiiy resurslarga juda e'tiborli bo'lib qarashadi. Keyin ozgina erkinlik bersa ham, masalan, biz o'zimizga ham shu 20 ta navimizni hammasini kerak bo'lsa O'zbekistonga olib borib, o'zim Qo'rg'ontepadan bo'lsam, o'sha tumanimda ichida sinab ko'raman, lekin bunga ham baribir O'zbekistonda ozgina to'siqlar bo'lib turadi. Shunday, baribir uzoq, masofa uzoq. Shunday. Ko'ngil yaqin lekin. Ko'ngil yaqin. Sizga Elmurod ma'lumot uchun rahmat, suhbat uchun rahmat, vaqtingizni ayamangiz uchun rahmat. Ob-havo yana yomg'ir yog'yapti. Xudo xolasa yana ko'rishamiz, o'zimiz kamera orti yana ko'rishib o'tirib osh qilib xudo xolasa. Mayli. Rahmat katta. Demak, aziz do'stlar, ko'rgazmada Lili bor. Bu bo'lishi kerak Lili. Hali nariroqda Delavalam bo'lishi kerak. Ulardan ham olamiz. Xudo xolasa Lilini mana bunda molni tagini tozalaydigan robotlari bor. Bu ishlash funksiyasi shundayki, molni tagi mana bunaqa o'rtasi teshik, tagi chuqur bo'ladigan molxona bo'lishi kerak. Chunki buni ichida aylanadigan pichoqqa o'xshagan narsa bor. Shnekka o'xshab aylanib, molni boyagi axlatini aylantirib, supurib, mana buni orasiga tushirib ketadi. Buni funksiyasi xuddi shunaqa. Bu yoqda yana bitta shunga o'xshash robot bor, Liliniki. Bunda oldindan olsangiz juda chiroyli ko'rinar ekan. Demak, buni qiladigan ishi molni axlatini o'zi bilan supurib olib, o'zingiz ko'rsatgan joy, misol uchun chuqurcha bo'ladi, maxsus chuqurcha bo'ladigan bo'lsa, yig'iladigan joy, shunga olib borib tashab ketadi. Keyin yana orqaga qaytib, ikkinchi liniyani aylanib keladi. Shunday aylanib, muntazam aylanib turib, molni axlatini tozalab sizga chiqarib beradi. Buning uchun molxonadagi yer, haligi molni tagi boyagidek chuqurcha bo'lishi kerak emas. Orasi ochiq, setkalik chuqurcha bo'lishi shart emas. Tekis bo'lsa ham bo'laveradi. Xullas, shunaqangi molxonalar uchun moslashtirilgan robot hisoblanadi bu. Yana nima deyman? Demak, Lili roboti Astronaut 5 oxirgi model bo'lib turib, hamma funksiyalari bu yerda bor. Bu yerda siz qanday sog'ilyapti, qancha sut beryapti, moldagi aktivlik, undagi misol uchun molingizda nima nemislar Brunnsayt deydi, ya'ni sigir buqaga keladigan, haligi sun'iy urg'lantiradigan
fazadami yo'qmi o'shani aktivliklarni hammasini ko'rsatib beradi. Keyin sutni sifatini ham ko'rsatib beradi. Agar sutingizni sifati yomon bo'lsa, mana как раз yuvishi 4 ta yelinlaridan qancha miqdorda sut kelishi, sutni sifati, agar sut sifati buzuq bo'lsa, sizga telefoningizga yoki shuni o'ziga nima keladi? Bitta xabar keladi, stop, mana bu sut yomon sifati dedi. Keyin bu avtomatik ravishda sutni sut solinadigan tankamiz axlatga tashlaveradi. Shu bilan sizning sutingiz sifati buzilmaydi. Mana ishlash funksiyasi jarayonida. 05 qilib olyapsizmi? Bu yerda yog'ochdan yasalgan sigir qo'yib qo'ydi. Ishlash funksiyasini ko'rdingizlar boya. Endi bu yoqda oldida yemi, bunga xohlasangiz o'zini boyagi yemlari bo'ladi, kelib turilgan granula shaklidagi yemlar kelib sigirning oldiga keladi. Sigirni bu nimaga kerak? Sigir yem yeb tursa, har doim tinch holatda turadi, stressga tushmaydi. Robot ishlayotgan payti sigir tinch turishi uchun bizga bu yem kelib turgani muhim. Bu bitta sabab. Ikkinchi sababi esa sigir bir marta kirib, oldida kelib turgan yemni yeb chiqib ketadi-ku. Ikkinchi safar robotni ko'rgan payti, ha, men bu yerda yem bor, yemni borib yeyman degan xayol bilan yemishga qiziqib robotga kiradi. Demak, shu bahonada sigir sog'iladi. Shuning uchun bu narsa hisoblangan. Demak, bugungi ko'rgazmani davom ettiramiz. Men akamiz Sanjar akani ko'rib qoldim. Sanjar aka Maysut firmasida ishlaydi va hammamiz o'zimizda qishloq xo'jaligida, chorvachilikda biladigan Ideal Agrar jamoasini bitta a'zosi akamiz. Aka, o'zingiz haqingizda va firma haqida bir ma'lumot bersangiz. Doniyorbek, rahmat. Kelib shu bizni ham bir yoritib berishga harakat qilayotganingiz uchun. Men o'zim Germaniyada 15 yildan beri mana shu yerdaman. Mana shu Yohannitek bo'layotgan oliygohda o'qiganmiz. Ko'pchilik o'sha Ideal Agrar jamoasini qolgan a'zolari kabi va siz kabi o'qib, mana shu hozirda mana shu Germaniyaning o'zida Baden-Württemberg va Bayern degan region bor. O'sha regionda O'zbekistonda ham ko'pchilikka tanish bo'lgan Massits kompaniyasining sotuv bo'limida sotuvchi agronom bo'lib turib ishlayman. O'zbekistonda siz o'zingiz sohangizdan kelib qanday maslahat bera olasiz? Mana bu makkani yetishtirish, urug'chilik qanday qilishsa O'zbekistonda bu yerdagidek yaxshi natijaga erisha oladi dehqonlarimiz. Nima deysiz? Endi birinchi navbatda agar nimadan kelib chiqadigan bo'lsak, urug' tanlashda xato qilib qo'ymaslik kerak. Hozir misol uchun O'zbekistonga chet eldan juda ham ko'p gibrid navlari kirib boryapti. Massits navlariga keladigan bo'lsak, Massits navlarini o'zi mana shu O'zbekiston iqlimiga, haligi har xil iqlimlarga chidamli, kam suv talab qiladimi? Yo'q, deyarli bir xil. Prosta haligi makkajo'xoriga suv bersangiz o'saveradi. Lekin haligi suv kam bo'lganda, misol uchun qurg'oqchilik bo'lib yo kanaldan suv kelmay qolsa ham haligi o'sha chidab beradigan makkajo'xorilar kerakda, misol uchun. Birinchidan, ikkinchidan keyin nima oziqaviylik qiymati yuqori bo'lgan makkajo'xori urug'laridan nima qilish kerak? Chorvadorlarga anaqa gibrid ekishdan qat'iy nazar vaqtida pishib yetilgandan keyin makkajo'xorini o'rishsa yana ham yaxshi bo'ladi. O'sha hozir yam yashil turgan makkajo'xorini suvni o'zini o'rib turib chorvaga bergandan foyda yo'q. O'zimiz juda ham ko'p bu haqda aytib o'tganmiz. O'zimizning filosofiyamiz makkajo'xori har doim pishib yetilgandan keyin o'rish kerak. Asosiy oziqasi boyagi pachatkasida deydi-ku bizda. Pachatka deydimi? Sotasida. Asosiy oziqasi sotasida o'sha pishib yetilishi kerak. O'shandagina biz makkajo'xorini o'zidan o'simlik sifatida, ekin sifatida yuqori mahsuldorlikka, yuqori potensialni makkajo'xoridan sug'urib olgan bo'lamiz. Shunday. Aka, hammamizga ma'lumki, siz Ideal Agrar jamoasida bir a'zosi bo'lib turib, ko'p ishlarni qilyapsiz. Shu O'zbekistonda ham katta proyektlaringiz bor, juda ko'p. Hozirgi aktiv qilayotgan, O'zbekistonda qilayotgan
ishlaringiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'ta olasizmi? Ha, hozirgi kunda mana shu ishimizni boshlaganimizga ham 3 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham boshidamizda, bunday olib qarasa. Ishimizni boshidamiz chunki nima deydi, chorvadorlarga birinchi ratsionda qanaqa oziqlantirishda o'sha haligi qozonni boshida turib atala qilish shart emas. O'shani chorvaga o'xshab, chorvani o'zini talabidan kelib chiqib oziqlantirishni yoritib berib kelyapmiz. O'sha narsani ham yoritish ustida qayta ishlayapmiz va o'shani nazdida hozirgi kunda o'sha joylarda o'zimizning ustoz shogird sistemasini ham oziqlantirishda, ham haligi mollarni sun'iy qochirishda, ham umumiy bilim bilan o'sha joylardagi chorvadorlarga yetib borishda ishlarni boshlaganmiz. Buni ustida birinchidan o'sha o'zimizni предложениyamiz ustida ishlab, xudo xolasa yaqinda ommaga taqdim qilamiz. Va undan keyin uni ichida hamma o'sha chorvadorni o'zi uchun kerak bo'ladigan hamma ma'lumot, o'zini chorvasi haqida ma'lumot va o'zini haligi ilmiy tarafdan ilmiy tarafdan nima deydi, o'sishiga nima deydi, imkoniyat yaratib beramiz, xudo xolasa. Mana bu Delaval bilan Lilida o'zini nimasi bor? Delpro shunga o'xshagan предложениemi u o'zlarini nimasini podasini kiritib, u haqida keyinchalik datinlardan foydalansa bo'ladimi bu programmada? Ha, xuddi o'shanga o'xshaydi, lekin bizda u yerda ham o'zini chorvasi haqida ma'lumot bo'layotgan bo'lsa, har bitta sigirda haqida ma'lumot bo'layotgan bo'lsa, keyin qo'shimcha yana ma'lumot olishi mumkin. Hozirgi kunda sun'iy intellekt juda ham rivojlanib boryapti. O'shalardan foydalanib, atrofda nima gap, qanaqa yechimlar bor, muammolarga o'sha haqda xudo xolasa ma'lumot olib nima qilib borishadi chorvadorlar. Juda yaxshi. Bizga zo'r ma'lumot bo'libdi. Men sizni o'zi kuzatib boraman har doim videolaringizni, ma'lumotlarni ko'rib, endi bu предложение haqida ma'lumotim yo'q edi, eshitib men ham xursand bo'ldim. Bu o'zimiz O'zbekistonda hamma fermerlarda, hammada telefon bor, qarab, ma'lumotlarni kiritib, bilib, endi bu yoq juda oson bo'ladi-da fermerlarimiz uchun, xudo xolasa. Xudo xolasa. Zo'r yangilik. Aka, sizga katta rahmat ma'lumot uchun. Ishlarga omad, hali xudo xolasa ko'rishamiz. Mayli, xo'p, salomat bo'ling. Sizga ham charchamang. Mana shu Germaniyada olgan bilimlarni, tajribalarni iloji boricha mana shu yerdan turib O'zbekiston chorvadorlariga yetkazib berishda charchamang. Salomat bo'ling. Salomat.